Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlaymayız. Kameramen kaldı Xudoga şükür vatandaş. Ya bunu texnik işini bilmesaktan yigitlar. Bugün çislağa 2021 5. ayının 22. günü. Yukarıda vaziyet doğru soxtulup olduk. Yani resmi leksiyaga düşümüz. Bu leksiyalar Mışış köy içinde ilan kılınan Uygur'a münasebetlik leksiyalar vatandaşlar. Şunu bunu taşlayıp etişki gözüm kıymaydı. Gerçi başka medyalarda bu doğruda haber tapkan bolsaňlar, lekin men bu özümden vazifem dep qarayman. Men yani şunu toluqlap anlatışım kerek bunu. Endiki mavzumunda vatandaşım. Avam Palatası kanunlayya oturup koydu. Prezident Joe Biden'dan hareket kollanıp Uyguristan'da yüz berip atkan erik yoqtishini bir taraf qilishini talab qildi. Cümlede özgürlüğümü bir taraf kılışını talep kıldı. Mavzulu haber 5. ayının 21. günü Amerika avazından Xitay tili programması ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası iki partiye mensupları kararlayya oturup koyup Cungo Uyguristan'da yani müstemlik Uyguristan'da yol koygan mecburi tuğut çekleş ve mecburi balı düşürüşki mesbul bolğuçu Cungo emeldarları ve ulanın şeriklerini imbarga kılış. Hem de Amerika Prezidenti Joe Biden'den konkret plan tüzüp Uyguristan'da devamlı şivatkan erik yoqtishini bir taraf kılışını talep kıldı vatandaş. Bu kanunlayya diplomatiya ve kanun komitetinin bir taraf kılışıga tapşırıldı. Avam Palata azası Vicky Hartzler ve Avam Palata azası Tom Suozzi haftanın 3. günü yani 5. ayının 19. günü Uygurlarını eksploatasiya qilish ve ular qaratgan mecburi tuğut çekleşini to'xtatash. Qonun loyihasi o'tirib qo'yib Uyg'uristonda yuz bergan mecburi tuğut çekleş ve mecburi balı tushirish ki mas'ul bo'lg'uchilarni ve ularning sheriklerini embargo qilishni talab qildi. Bu 2 nafar Devlet Meclisi a'zosi o'xshashlar Devlet Meclisi Memuri Dairler Komitetinin a'zosiydi. Bu kanun loyihasini tüzüş Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti devlet tasdiqlagan ayollarga qaratilgan zo'ravonlikni hal qilish, jumladan bosqinchilik qilish, nazarband qilish jarayonida tan jazosi berish, mecburi tuğut çekleş, mecburi balı tushirish ve başka mecburlash karakterlik tuğut çekleş ve başka hareketlerini bir taraf qilishni maqsad qiladi. Amerikalik bo'lish sifatimiz bilan biz muqaddas fikir erkinligiga ishonamiz. Şunlaşqa biz Cungo hükümetinin Uyguristan'da Uygurlarga insaniyet karşı cinayet ötkizgenliği qarab tura almaymiz deb ko'rsatdi bir parça bayonotda da Avam Palata a'zosi Hartzler. Mecburi tuğut çekleş ve mecburi balı tushirishdan tortib zo'r ko'lamda nazarband qilishgacha e'tiqoddan voz kechishga mecburlash, asonlik millatlarni ve o'qituvchilarni yo'qotish jihatda Cungo hükümetining qilmaganlari qolmadi. Uygurlarni eksploatasiya qilish ve mecburi tuğut çekleşni to'xtatish qonun loyihasi bu zo'ravonlikni yo'lga qo'ygan kishilarni embargo qilish orqali mas'uliyatni surishti qilib, xo'rlashga uchrag'uvchilar ve ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga yordam berish. Qısqacha aytganda bizning to'xtalib atganimiz Cungo Kompartiyasi o'tkazgan insoniyatga qarshi jinoyatdir deb ko'rsatdi. Suozzi. Biz Cungo Kompartiyasini bizning vijdonimiz, axloqimizga xilof bo'lgan bu harakatlarga javobgar qilishimiz kerak. Javobgar qilishimiz kerak. Bir devlet yolga qo'yayotgan mecburi tuğut çekleş bu dünyada put taraf turolmaydi.
Konkret aytganda bu qonun loyihasida prezidentning davlat majlisiga bir parcha strategik plan topshirishi. Planda Uyg'uristonda irq yo'qotish tafsili tasvirlanishi va qo'llanadigan tadbirlar va bu jinoyatni oxirlashtirish strategiyasi topshirish talab qilindi. Dikkat! Amerika Davlat Majlisida o'tirib qo'yilgan bu qonun loyiha boshqa qonun loyihaga o'xshamayapti. Ko'rdingizmi? Hozir haydakchilik qilish yoki ma'muriyatni Amerika hukumatining faoliyatini, ya'ni bir taraf qilish. Uyg'uristonda etnik tozalashdan iborat bu siyosatni Xitoyning bir taraf qilish vaqti Amerika prezidenti Joe Biden hukumatiga vaqt hozir topshirgan vazifa bo'ldi. Bana davlat majlisi prezident Joe Biden'ning bu qator strategik plan tuzishini va bu jinoyatlarni oxirlashtirish strategiyasi topshirishi talab qilindi. Demek bir işki mesele stratejik siyasetine topshirish davlat majlisiga. İkinci stratejik planni topshirish davlat majlisiga. Bu orqali hozir Xitoy Uyg'uriston mustamlik Uyg'uristonni yo'l qo'yayotgan etnik tozalash. Buni bir taraf qilish Amerika hukumatiga davlat majlisidan hozir vazifa bo'lib topshirildi vatandosh. Davomini anglaysiz.